Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Nargiz kafening yonida ikki qavatli binoni birinchi qavatida ikki xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Remontdan chiqqan tayyor xonadon rasxosiz to'g'ri girib yashaydiganizda ishlari meni polni o'zgargan, asosiy ishlari damir ishlardan qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim deb bizlar giramiz. Girgandan koridor joylari polni oboydan chiqqan akkuratni chisti bo'lib turibdi. Bu yerda elektrik avtomatlari qo'yilgan, oyoq kiyimlarini yo'yamazlar. Polgan polning ustidan niloyim döşak qo'ydilar. Kendinizde qistilgan galagillari bor. Birinchidan sanuzeli, bu yerda dush qo'yib qo'ydilar. Kafildan chiqqan polni, bu yerda arisollari bor, unitazlar qo'yilgan. Bu tarafimizda asosiy gostinniy, ya'ni mehmonxonasi, oranda spalnisi, bu yerda konditsionerlar ham bor, konditsioner qoladi. Oshxonamiz bu yerda joylashgan, kuxinniy mebellar tog' holatida azizlar. Akkuratniy turibdi, damir kotyolona ega. Azizlar, ixcham xilisidan qo'yilgan. Registrlari bor, gaz plitalari bor, zifler firmaga. Gaz cho'chkalari ham qo'yilgan, mo'ykalayning, fartuqlar qilingan. Jaluzlar ham osilgan azizlar. Aynalar ak faramlar ham aynan ajoyib bir chiroyli xonadoningizda. Arzon narxda ishini remontli joylarga qarab yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoni ulashib qo'yinglar. Bizlar orqali kelib joy olsalar, foydamiz degandan xursand bo'lamiz azizlar. Birimiz 3.5-60 kattalikda zal qismi, birdan registrlar bor, jaluz perdelar qo'yilgan, konditsionerlar bor, toza konditsioner hali ishlamagan amazlar. Lyustralar osilgan. Patolog natijada kernizlar qistilgan. Bu tarafda azizlar spalnisi bo'ladi, yotoqxonasi, gilamlar döşalgan, oboydan chiqqan. Kernizlar qistilgan, jaluzlar ham bor. Hurmatli do'stlar, tayyor xonadon kelib yashayverasizlar. Narxini to'xtalib o'tsak, narxi 310 million so'm, xayr puli qaytiladi üstünde. Ko'p qaytilmaydi, ozroq xayr puli qaytib beriladi. Gelib görüp, zalogini berib, doğru notarsa gitsangizlar bo'ladi. Qiziqqanlar telefon qilasizlar, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Orientini yana bir bor eslatib o'tsak, Urganch shahrimizda Nargiz kafe yaqin yerda ikki qavatli binoni birinchi qavatida remontdan chiqqan ikki xona kvartira bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqmasa, hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz azizlar.